Ikkinchi masala bu davlat tarkibida ishlayotgan, davlat tashkilotlarida ishlayotgan, davlat vakili bo'lib maosh olib yurgan ba'zi bir rahbarlarimiz, ko'pchilik aytaylik mana shu faollarimiz o'zini aytaylik zimmasiga yuklagan vazifani bajarmayapti. Shu masala bo'yicha ancha byurokratiya, ancha aytaylik beparvolik, loyqatlik, shu masala bo'yicha aytaylik o'zini manfaatini birinchi navbatda o'ylab ishlayotgan odamlarimizni eng katta to'siq deb hisoblayman. Mana shu ikkita masalani agar yechsak, ikkita masalaga alohida e'tibor bersak, shu masalada kimdir bizaga g'ov bo'lib turib, bizaga to'siq bo'lib, dushman bo'lib turgan odamlarni chetga sursak, bilib qo'yinglar, shundan keyin bizlar islohotlarni, haqiqiy islohotlarni amalga oshiramiz. Boshqa yo'l yo'q agar shu ikkita masalani yechmasak.